Tak. Hozir biza sniper entry beradigan indikatorlarni ko'rib chiqamiz. Sniper entry qanaqa bo'ladi? Masalan, e, candle bo'lsa, candleda maksimum minimum soyasini hosil qilib olamiz va sniper entry buni sellga qarab oqayotgan bo'lsa, ya'ni bozor sellga qarab oqayotgan bo'lgan holat bo'lsa, biza o'shani minimumdan kirishimiz kerak va maksimumgacha yaxshi lotlarni, yaxshi pipslarni ochib berish kerak bo'ladi. Har bozor tushib berish kerak bo'ladi. Ya'ni biza qisqasi aynan shu joydan kirishimiz kerak bo'ladi. Shunda bozor holati sniper entry deyiladi. Bu qanaqa indikator bunga yordam beradi desanglar, indikatorimizni nomi SMA cross CA bo'ladi. Mana shu indikatorimiz nomi bo'ladi. Mana buni instrumentga qarab baholayman. Mana bu qanaqa ishlaydi desangiz, bozorda mana shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni hozirgi detallarigacha ko'rsatib o'taman. Bozorda mana buy sham candle eng minimumidan buy signal berilgan, ya'ni take profit 1.14-17 gacha. Mana shu donani top bemalol top ishlasanglar bo'ladi. Take profitimiz aynan mana shu nuqtagacha berilgan ekan. Tepini urgan ekan. Stop lossga yaqinlashmagan ekan. Tak. Sellga maksimum minimumdan bergan, buyga minimumdan bergan. Hamma joyga kirasiz. Hamda eng minimumidan yoki maksimumdan beryapti. Bu xohlagan momentingizda ishlayveradi. Xohlagan momentingizda ishlayveradi. Shuncha momentda ishlab bergan, signal berib kelingan zona hisoblanadi. Keyingisi yana bitta narsani ko'rsatib o'tishim kerak. Bu narsa masalan bozorda shu holatda biza qaysi nima qilsak, signallarni qaysi vaqtda chiqishini topsak bo'ladi. Bizada bozordan 1, 2, 3, 4, 5 instrumentning bo'limidan 5-qatorida bizga shunaqa narsa chiqadi. Mana shu ikkinchisini bosamiz, uchtada ikkinchisini bosamiz va bizlarda bir kunlik nimamizdan minimumdan maksimumgacha tortamiz shu narsani. Bozorda bizaga harakatda mast kelib chiqadi. Bozorda masalan eng minimum sotib olingan narx mana shu. Sotib olmagandan ko'p odam bu sotgan hisoblanadi va eng aktiv bozorning eng aktiv varianti mana shu holatda ekan. Mana shu holatda ko'rasiz, buy signal berilgan, ya'ni buy holati signali berilgan. Keyingisini ko'rib o'tamiz masalan. Shuni qaraymiz. Bozorda aktiv holatdan sell signal berilgan. Endi keyingi signalni aniqlaydigan bo'lsak, keyingi signal qayerdan bo'ladi? Shu mana ko'rib o'tamiz hozir keyingi signalni va bozorda keyingi signal shu holatni aniqlab qo'yganman. Mana bozorda keyingi signal mana shu holatda bo'lishi mumkin, ya'ni sellga. Chunki bozordagi maksimumiga bitta sell nima bo'lsa, bozor pastga qarab oqib berishi mumkin. Nechtadir pips, aniq emas nechtadir pips, lekin sniper entry kirsangiz bo'ladi.